Mourinyoning taktik jihatlari xususida umuman gapirmoqchi emasman hozir. Bu masalada ham uning o'z uslubi mavjud albatta. Buni hamma tan olib bo'lgan. Men hozir uning manzil tanlash xususiyati haqida qisqacha gapirmoqchiman. Eng yaqin o'tmishiga qarang. Italiyaga yo'l olgan paytlarini, oxirgi yillarda intrigasi yo'qolib borayotgan A seriyani gullatib keldi. Janjalga ko'mib keldi. Jamoani uyg'otib keldi. Inter o'sha damlarni haligacha sog'inadi. Realga kelgan davrlarni-ku gapirmay qo'ya qolaylik. Madrid o'sha paytda qanday ahvolda edi? Buyuk bir jangga hozirlik ko'rayotgan, azaliy dushmani bilan jonma-jon olishayotgan davr edi. Unga shu narsa kerak edi, aynan shu narsa. Zerikkach Angliyaga qaytdi. Qaytishda ham Londonni tanlashga besh ketaman ammo. Sabab derbi dersiz, yo'q adashasiz. Maur to'polonchi bolakayga o'xshab kimnidir urib yurmasa, ko'ngli to'lmaydigan inson.